Xolos bugun 25-aprel 18:27 yaxshi niyatda ikkita yaqin og'ayni bir xil versiyadagi BYD ham mashinasini olishgan. Hurmatli mo'ykachi akalar, agar sizlarga Jahon Motors brendi ostida mashina boradigan bo'lsa, reklamasini olib tashamanglar. Xuddi sertifikatchi akalarga o'xshab, iste'molchi bilan tadbirkorni urushtirib qo'yyapsizlar. Hozir bunga reklamalarni yopishtirib beryapmiz. Bu mashinasi kecha chiqqandi. Hammasining vinkodlarini qo'yib boryapman, ko'rib turganinglardek. Ikkita og'ayni bir xil mashina olishgan. Havas qilganlar bitta like bosib, kommentariyada fikrimizni qoldirasiz. Bu ikkinchi mashinalari. Bundan oldin ham bular bizdan mashina olishgan, bularning yaqinlari ham bizdan mashina olishgan. Bu mashinaga hozir nima qilyapti deyotgan bo'lsanglar, mijozlaringizni videoga tushib berishmadi. Biz prilojeniyani yozib beryapmiz. Mana navigator, navigator, hamma narsa bor, xudo xolis. Ko'rasizlar? Bunaqa servis faqat qayerda bor? Qaynati Motorsda bor. O'shaning uchun xudo xolis aloqaga chiqsanglar, qo'ldan kelgancha tezlashtirib ishlarni hal qilib beramiz. Biz nafaqat O'zbekistonga, bu yoqga Polshaga ham mashina sotamiz. Ishonasizlarmi? Bugun Polshadan turib Lipmotor mashinasiga to'lov qildi. Bizlarni podpisчигimiz ekanlar, Jahongir aka, sizdan olaman niyat qilib qo'yganman. Aka, xudo xolis o'z qilib bering dedilar. Mana pul dedilar. Pulni shunday yubordilar. Mashina dokumentlari tayyor bo'lyapti. Agar xudo xolis bugun tayyor bo'lsa, bugun mashina olib ketsa, Anjali akalarga nasib qilgan xudo xolis mashina. Xullas, akalar, ko'ngil xotirjam qilib kevursanglar bo'ladi. Birovning haqqi kerak emas, yaxshi niyatda ish boshlaganmiz. Maksimal harakat qilamiz. Agar sizga ham buyurtma asosida tayyor mashina kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqing. Qaynati Motors yaxshi kuningizda xizmatda. Sog' bo'linglar.